Mana o'sha mashhur shurpavertlarimiz. Assalomu alaykum qadrli obunachilar. Bugun sizlar bilan Beauty va Ubay Tools shurpavertlarimiz haqida obzor qilamiz. Bu apparatimizni ishlatishlari, nimalarga funksiyalarga qodirliklari, xarakteristikalari va albatta bularni ishlatib, taxtalarni, metallarni teshib sizlarga ko'rsatib beramiz. Kelinglar, sizlar bilan bu apparatlarimizni birma-bir ochib ko'rsatib beramiz. Birinchi o'chiribdi Ubay Tools shurpavertimizni ochamiz. Bu ikkala apparatimiz Ubay Tools ham, Beauty ham kelasi bir xil instrument. 5-cho'tishni shurpavert hisoblanadi. Buni rangida faqat brendida farqi bor. Bir xillar xolida Beauty xolida, bir xillar bo'lsa Ubay Tools xolida, hammaga har xil. Lekin ishlashlari, xarakteristikalari bir xil hisoblanadi. Ko'rib o'tishinglar mumkin. Apparatimizning ichida asosiysi garantiyali taloni bor va yana albatta apparat ichida ikkita batareykasi и yana bitta zaryadniy устройствоsi bor komplektimizda. Ko'rib turganlaringizdek ishlashi zo'r bularni. Batareykamiz ham 4 ta kapsulali hisoblanadi. Apparatlarimizni xarakteristikasiga keladigan bo'lsak, bu 45 newton, 1608 voltda ishlaydi, 10 patrolli hisoblanadi, 1400 оборотda ishlaydi. Ko'rib turganlaringizdek apparatimizni treshotkali, birinchi, ikkinchi skorsli va temir patrolli hisoblanadi. Endi Beauty shurpavertimizni ochib ko'rsatamiz. Bunda ham garantiyali taloni bor. Bu apparatimizdan xuddi shunaqa bir xil ikkalasi instrumentimizda ikkita batareykasi, zaryadniy устройствоsi chiqadi. Bularning ishlashlari zo'r. O'zi ixchamgina ishlatishga rosa ham qulay bo'lib chiqqan, lekin kichkina bo'lgani bilan, ixcham bo'lgani bilan juda ham kuchli. Bularni sizlarga hozir ishlatib ko'rsatib ham beraveramiz. Bu 5-cho'tishni shurpavertlarimiz yengillangan formada kelgan. Ko'rganinglardek, apparatimizni oldingidan boshqacha qilib ishlab chiqarilgan. Buni birinchi e'tibor beradigan joyimiz bu orqasidagi metallический защитasi. Bu ham защита, ham ishlayotgan joyimizda kiyimlarga yoki remenga ilib olish uchun mo'ljallangan ilgagi bor. Keyin ikkinchi tomoni orqasini molotok qilib ishlatsa ham bo'ladi. Eski versiyamizda bu metallический joyi korpusga yopishgan holatda edi. Qattiqroq urganda korpusga zarar berishi mumkin edi. Hozircha yengilcha formasida korpusdan uzoqlashgan holatda qilingan. Sababi u bemalol qattiqroq urib foydalanishingiz mumkin degan. Apparatimiz haqida gapiradigan bo'lsak, birinchi, ikkinchi skorsli bo'ladi. Shurpavertimiz birinchi, ikkinchi skors L va H deb berilgan. L degani sekinroq, H degani balandroq оборотda ishlaydi. Bu degani sekinroq degani sekin buraydi, lekin kuchli buraydi. Metallический joylar kelganda, qattiqroq nagruzkali ishlar kelganda L rejimiga qo'yib ishlatsanglar, apparatimiz uzoq ishlaydi, qiynalmaydi. Zaryadkamiz ham ko'p vaqtga yetadi. Keyin apparatimizda indikator rejimi ham bor. Knopkani bosganimiz o'zi zaryadkani qancha qolganini chiroqlar bilan ko'rsatib beradi. Keyin bunda treshotkasi ham bor. Treshotkasi gips kartonlarga, mebellarga, plastiklarga, nozik jismlarga burayotgan paytimizda samarezimizni oxirigacha kirgizib yubormasligi uchun o'zini maxsus nomerlar bilan belgilangan, o'zingizga moslab, taxtani qattiq yumshoqligi, burayotgan narsamiz qanaqaligiga qarab moslab to'g'rilab olamiz va burab ketaveramiz. Shunda samarezimiz shu joyida qotadi. Ichkarigacha ham kirgizib yubormaydi, kirmay ham qolmaydi. Shu tomondan ancha yordam beradi. Bu narsamiz buni ustakalarimiz bilishadi. Yana bitta e'tibor beradigan joyimiz metallический patron. Bu patronimiz temirli bo'lgani bilan qo'lda bemalol qotiraveramiz. O'zini avtostopi bor. Qo'ygan sverlarimizni bemalol o'zini siqib qoladi. Teshayotganimizda buralib, aylanib ketmasligini ta'minlab beradi. Shurpavertimiz haqida foydali maslahat beramiz. Bitta bu shurpavert emas, boshqa shurpavertlar haqida ham bu maslahatimiz o'taveradi. Bu apparatimiz birinchi o'chiribdi. Ko'p videolarda qiziqtirish uchun suvda ishlaydi, suvga solsa ham bo'ladi deyshadi. To'g'ri, suvda ham ishlaydi. Lekin sizlarga tavsiya qilamiz, suvga solmasliginglarni, ya'ni nam joylarda, suv bor joylarda iloji bo'lsa qoldirmasligini tavsiya qilamiz. Apparatimizga suv kirganda apparatimizni kuydirmasa ham, suv kirgandan keyin o'zini pashshinliklarini zanglatib, apparatimiz tez qizib, baribir oxiri nosozlikka olib kelishi mumkin. Shuning uchun tavsiya qilmaymiz suvga solishni. Quruq joyda ehtiyot qilib ishlatishni tavsiya qilamiz. Shunda uzoq yil foyda beradi sizlarga. Keyin yana bitta maslahatimiz, orqa tarafini molotok qilib ishlatsa ham bo'ladi deb tavsiya qilishadi. To'g'ri, molotok qilib ishlatsa bo'ladi, lekin baribir molotok qilib ishlatgan paytimizda apparatimiz ichiga baribir ziyon beradi.
Chunki buning ichida salniylari bor, shestronkalari bor, old tarafidagi treshotkalari plastmassaviy hisoblanadi. Plastmassaviy joyiga baribir ziyon beradi, keyinchalik sizlarga zarar berishi mumkin. Apparatimiz ishdan chiqib qolishi mumkin. Keyin yana bitta maslahat beradigan bo'lsak, apparatni ishlatgan paytimizda zaryadkasi uzoqqa yetishi uchun nagruzkali joy kelganda L rejimiga, mayda ishlarga, yengil ishlarga kelganda H rejimiga qo'yib ishlatishni tavsiya qilamiz. Keyin zaryadkasi tugadi. Zaryadga qo'yganimizdan keyin apparatimizni zaryadga tiqamiz. Tiqqan paytimizda bu zaryadni ustroychimizda o'zimizning chirog'i bor maxsus. Zaryadga tiqqan paytimizda qizil chiroq yonadi. Qizil chiroq yongandan keyin u ovatdi degani. To'lgandan keyin yashil chiroqga o'tadi. O'shanda iloji boricha zaryadkadan sug'urishni tavsiya qilamiz. Bir xil kechqurun qo'yib qo'yib, ertalabgacha qoldirib yuboradi. Shunda batareykaga ziyon berib, bunda ham batareykamiz uzoqqa yetmay qolishi mumkin. Shu narsalarga ahamiyat bersak, xudo xolasa instrumentimizni uzoq yil sizlarga xizmat qilib beradi. Kelinglar, sizlar bilan bu apparatimizni har xil joyda, ya'ni taxtada, temirda maksimal darajada nagruzka qilib ishlatib tekshirib beramiz, qo'ldan kelgancha. Cho'pirtimizni maksimal darajada nagruzka qilib ishlatamiz. Perforator uchun mo'ljallangan 500 talik, qalinligi 25 mm lik taxta uchun sverlosida teshib ko'rsatib beramiz sizlarga. Ketdik. Ko'rib turganlaringizdek, perforator kuchiga ega bo'lgan 45 newtonni aniq chiqarib beradigan, qolagan razmeringizni taxtani teshib ishlatsanglar ham bo'laveradi. Endi keyingi sverlosini qo'yib tekshiramiz sizlarga. Endi eshiruvchi ustalarimiz biladi, bu zamoglar qo'yishga mo'ljallangan mana bunaqa sverloyimizni qo'yib ishlatamiz. Ketdi. Ko'rib turganlaringizdek, buni ham bemalol teshyapti. Bor kuchimiz bilan bossak ham apparatimiz to'xtab qolayotgani yo'q. Endi keyingi sverloyimizga o'tamiz. Endi kelinglar, metal teshishni ko'rsatib beramiz. O'zimizning Beauty brendiga tegishli metal teshadigan sverlolarimiz. Bunimiz 3 mm dan 10 mm bo'lgan sverlo bo'ladi. Buni biz maksimalli 10 mm da teshib ko'rsatamiz. Hani ushlab turasiz. Ko'rib turganlaringizdek, bezatkasi xuddi taxtani teshgandek, metalni ham qalin uголni ham bemalol teshyapti apparatimiz. Test bo'lsa testda archa sverloyimiz bilan bemalol teshib ko'ramiz. Hozir maksimal nagruzka deb kuchi yetarmikin? Geçti. 14 gacha archa sverloyimizni ham bemalol teshyapti. Qalin uголni bo'lgani uchun, agar sal yuqori metal bo'lsa, bemalol 25 gacha bo'lgan archa sverloda ham teshsanglar bo'laveradi. Ko'rdinglar, qo'ldan kelgancha apparatimizni ishlatib, sizlarga ko'rsatib berdik. Agar videolarimiz sizlarga yoqayotgan bo'lsa, manfaatli bo'layotgan bo'lsa, ozgina bo'lsa ham foyda keltirgan bo'lsa, videoga like bosing va fikr izohlaringiz bo'lsa, kommentariyada yozib qoldiringlar. Keyin shu apparatlarimizdan sizlarga kerak bo'ladigan bo'lsa, professional instrument kerak bo'lsa, bizning o'zimizning Mega Tools mobil ilovasimizda xarid qilishingiz mumkin.